Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana doktor Umarov. Navbatdagi sizlar bilan gaplashadigan mavzumiz kimlarda allergiyadan natija bo'lmaydi degan mavzuda gaplashamiz hozir sizlar bilan. Endi davolash mana kompleksini tayyorladik. Bu juda ham har tomonlama sabablar bilan kurash to'g'risida tavsiyalarda tayyorlab bo'lganmiz. Bu tavsiyalar juda ham ko'p. Uni bitta ikkita qilib gaplashish masalasida bu videolar bilan hal bo'ladigan emas. Shuning uchun kelinadi, gaplashiladi. Natija bo'lmaydigan bemorlar, albatta quloqsiz bemorlar. Ular aytgan tavsiyaga birinchidan beparvo qaraydigan bemorlar. Eng birinchi o'rinda ruhiyat turadi. Ibn Sino bobomiz aytganki, ruhiyatni davolamay turib, tanani davolab bo'lmaydi. 70% sabab bu ruhiyat bilan bog'liq. Ana endi miyangizga o'rnashib qolgan bu kasallik tuzalmaydi. Bu kasallikni yana bir voqeani aytaman. Qo'shni davlatdan kelgan bir bemor, xullas video shu YouTube'da bizni ko'rganda, ko'rib kuzatib bo'lgandan keyin o'zini davolanib turgan doktoriga borgan. Doktoriga borib shu ko'rsatgan, mana O'zbekistonda shu doktor Umarov shuni davolayapti ekan. Deganda doktori nima degan? Ular moshennik degan. Borma degan. Lekin baribir ixlosi bor ekan, keldi shu inson yaxshi ham bo'lib ketdi. Bizga bir necha marta rahmatnomalar yozdi, bronxial astma bilan. Chunki rasmiy meditsinada ochiqdan ochiq aytilayotgan gapda endi bu masalada vaqtida davolanasiz, havo almashtirasiz, parhez qilasiz, o'zingizni ehtiyot qilib yaxshi yursangiz, uzoq yil yashaysiz, yaxshi yurasiz degan gap bor bu narsa. Chunki shu narsa miyaga o'rnashib qolyapti. Shunday. Endi har qanday dardni Alloh taolo shifosi bilan yaratgan. O'limdan boshqa dardda hamma dardda shifosi bor. O'limda iloji yo'q xolos. Lekin hali fan u darajagacha hali shug'ullanib hammasini oxirigacha yetalganimiz yo'q. Hali izlanadigan narsamiz juda ham ko'p. Endi mana to'g'ri ovqatlanishni o'rgatyapmiz. Bunga amal qilishmayapti. Juda ko'pi mana yaxshi bo'lib qolgandan keyin deyarli har kuni shunaqa oradan 6 oy, 1 yil, 2 yil, kunigacha 3,5 yil oldin bizga kelib yaxshi bo'lib turib, 3,5 yildan keyin qaytovlanib kelyapti. 3,5 yil kichkina muddat emas. Lekin yaxshi bo'lib ketdim deb yana o'zini oldingi odatlariga o'tib olgan. Mana shunaqa holatlar bo'lgan odamlarda ham nimadan oxirigacha natija bo'lmaydi. Tanasini deyarli uslub 100% natija bera oladi, faqat sabr bilan oxiriga borganlarda. Oxiriga bormagan, yarim yo'lda tashlagan yoki odatini yana o'zgartirgan odamlarda. Ana bugun bittasi kelyapti. U ham o'sha qo'zg'algan payt bo'lib kelyapti. 6 oy vaqt o'tibdi-da, 6 oydan keyin kelyapti. Bugun bo'lgan voqea. To'ylarga borsam dedi, shu ovqatlanish masalasida so'rayapman undan, to'g'ri ovqatlanyapsizmi desam, ha, yaxshi. Ba'zida buzib qo'yapmiz, iloji yo'q shu to'ylarga borganda bizdan nima uchun siz choy ichmayapsiz? Choy nimaga bunaqa bo'lib oldingiz? Oldin ichdingiz degan savollarni beryapti. Shundan xijolat bo'lib turib ham haligi nima dedi? Odamzodda xijolat bo'ladigan, hali uyatadigan xarakterimizda bor narsa-da bu. O'sha narsa borligi uchun ham o'sha aynaqa xijolatchilik joyida ham ichib qo'yganlar, ya'ni o'sha ovqatlanishni buzib qo'yganlar bor. Shunaqa bo'lmaslik kerak. Shu bergan tavsiyaga chiroyli amal qilganlarda natijasi a'lo. Endi kimgadir 3 kunda natija berar, kimgadir 3 oyda, yana kimgadir 3 yilda, bilmaymiz, faqat sabr. O'sha ko'pchilik internetdan yozishyapti. Kommentariyalarda allergiyaning davosi isiriq deganlar chiqdi. Yantoq, ya'ni o'zimizda oddiy yantoq, yana o'zimiz ham gapirdik tuxum po'chog'ini. Uni muntazam natijasi oxiriga yetib chiqqungacha ichilsa natija bo'ladi. Natija bo'lmasa ham ketaverish kerak-da, ya'ni davom etib boraverish kerak-da. Keyin o'shanda bir yorug'likka chiqib qolishi mumkin. Lep etib tayyor turgan organizm u yoqqa ham bu yoqqa ham o'zgarib ketaveradi.
ya'ni sog'lom tomonga ham, bu tomonga ham. Faqat biz buni to'g'ri amalga oshirishimiz kerak. Alloh taolo bizni yaratibdiki, hayot degan mashinani roliga o'tirgizib qo'ygan. Ixtiyorni o'zimizga bergan. O'sha rolni biz xohlagan tomonimizga, ya'ni kasallik tomonga ham, sog'lom tomonga ham yoki umuman natijasiz tomonga ham, natijali tomonga ham burish o'zimizning ixtiyorimizda. Alloh taolo bergan o'sha hayot degan mashinani rolini to'g'ri boshqarishni o'rganish masalasida. Albatta sizlarga taklif qilamanki, aloqaga chiqing, keling, sizga sog'lom turmush tarzini, ya'ni bu kasallikdan, allergiyadan tuzalishni o'rgataylik, amal qiling, shifo toping. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang albatta. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolaman.